Assalomu alaykum. Mana Gulistonga olib qo'ygan 12 metrlik ikki xona uyimiz tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa, polni kraskalari bilan birgalikda ikkita temir eshik qo'yib berganmiz. Ishlari polni dekor endi bo'lgan. Yaxshisidan yaxshi mana deraza qo'yib berganmiz. Chiroylisidan akfa ko'rishlaring mumkin. Ikkinchi xonamiz esa ikkinchi xonamiz mana. Vanna qo'yib berganmiz. Semestrlarigacha, polni fortichkalarigacha, ariston hammasi bor. Polni dekor endi bo'lgan.